Xullas aka, tabriklasangiz bo'ladi. Lavozimim oshdi. Shunga yarasha endi oilaga ham ko'tariladi. Endi 15-20 million atrof shunaqa. Yetadi. Bu degani 1 yilda avtomobil, 3 yilda yangi uchastka. Endi o'zingiz 10 yilda tasavvur qilavering qanaqa bo'ladi aka? Yo'q, endi mazza qilib yashash kerak. Dagi maktabga havo hujumini uyushtirdi. Ballistik raketalar orqali hujum qilingan. Kamida 100 kishi halok bo'lgan. Bir necha raketa uchirildi. Neft narxlari pasayishini ham qayd etdi. To'xtatmaydi urushni. Tankerni qo'lga oldi. Urush boshlanganidan beri Ukraina dronlarining eng yirik hujumiga uchradi. Ular to'lqinni yo'lladi. Isroil mudofaa armiyasi qo'shini. Isroil Eron hujumiga javob. Davron aka. Sizga gap qilmay eshityapsizmi? Bilmadim, bu yildan keyin nima bo'ladi.